بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, bugungi tafsir darsimiz Ali Imron surasi 23-oyatdan 30-oyatgacha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Yuqorida tilovat qilingan oyatlarning qisqacha tarjimasi: Ey Allohning payg'ambari, Yahudilarning holiga qarab boqmamsan? O Yahudilarga Alloh subhanahu va taolo Tavratdan iborat kitobni nozil qilish bilan ilmdan nasibasini ato qildi. Bu Tavratdagi ularga ato qilingan ilm sening Alloh tarafidan avatilgan payg'ambar ekanligingni bildirdi. Bular o'zaro bir narsada ixtilof qilishgan vaqtida bu ixtilofni ayirish uchun Allohning kitobiga murojaat qilganligini da'vo qiladi. Ondan keyin ularning ulamolardan, katvash rahbarlaridan bir bo'lik kishilar buningdan yuz o'riydi. Bular Allohning kitobining hukmidan yuz o'riydi. Chunki Allohning kitobida nozil qilingan hukm ularning havoyi havaslari, ko'ngil xohishlariga muvofiq kelmagan. Aslında bular olimlar va boshqalar agishadigan kishilar bo'lgandikin Allohning kitobi bilan hukm qilishga insonlarning ichida hammadan bak aldiraydigan kishilardan bo'lishi bularga loyiq edi. Ammo ular undaq qilmadi. Ularningki haqdan yuz o'rishi va haqdan burilib ketishi nima uchun desa, chunki bular o'zlarining da'volarida qiyomat kuni do'zax azobi bizga ma'lum kunlar yoki bir qancha kun yoki ularning ota-bobolari shu mo'zayga cho'qingan azroq kunlarla yetadi. Endan keyin biz do'zaxdan chiqib jannatga kirib ketamiz deb shuni da'vo qiladi. Ularningki mushu batil asli bo'lmagan to'qilma gumonlari ularni aldab qo'ydi. Bular o'zlarining mushu asossiz gumonlarga tayanib Allohga va Allohning diniga yolg'onni to'qish va inkor qilishga jur'at qildi. Ularning hali va ularningki dunyoda shu kettirib qo'ygan qilmishlariga qilgan pushaymonlari qandoq bo'lib ketar? Eng yomon bir nachar holatda bo'ladi. Biz ularni qiyomat kuni hisob uchun jo'g'lagan vaqtimizda qiyomat kunining bo'lishi hech qanday bir shak yo'q. Har bir insonga, har bir jonga o'ziningki qilgan amaliga yarasha, tegishli bo'lganga yarasha uning jazo mukofotlari beriladi. Bu insonning yaxshiligini kamaytirib qo'yish yoki xatoligini ziyoda qilib qo'yish bilan bu insonga zulm qilinmaydi. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ey Allah'ın elçisi, sen Perverdigarını hamd sana aytib ve Perverdigarını ulug'lab shundaq degin: Ey Allah, sizlar bütün dünyadaki padişahlarning padişahı, bütün dünyanın egisi, dünya ve ahiretning egisi. Sizlar padişahlik, mal-mulkni o'z xalqlaridan xohlagan kishiga birla, xohlagan kishidan tortib olinglar. Sizlar ulardan xohlagan kishini izzatlik va aziz qilinglar, xohlagan kishini xor qilinglar. Ashuning hammasi sizlarningki cheksiz hikmatlari, adli, odilliklari bilan bo'ladi. Yaxshilikning hammasi yolg'iz sizlarning qo'llaridadir. Sizlar hamma narsaga qodir.
Sizning qudratlarning namoyandasidan sizlar kechini kunduzga kirgizinglar. Shuning bilan kunduz kun uzun bo'ladi va kunduzni kechaga kirgizinglar. Buning bilan kechining vaqti uzun bo'ladi. O'lakdan hayotni chiqirilar. Xuddi kofirdan mu'minni dunyoga olib o'xshash va donchilardan ziroatni o'staganga o'xshash va hayotdan o'lakni chiqirilar. Xuddi mu'mindan kofir tug'ilganga o'xshash. To'xidan tuxum chiqqanga o'xshash. Sizlar bandalardan xohlagan kishiga keng azoda, hisobsiz, sanoqsiz rizq ato qilinglar. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Ey mu'minlar, sizlar kofirlarni eng yaqin va sirdosh, yaxshi ko'radigan, o'zaro yordamlashadigan tutmanglar. Ya'ni mu'minlarni qo'yib turib, kofirlarni o'zinglarga sirdosh va qiyinchilik kelganda menga yordam berdi deb menda holatda do'st tutmanglar. Kimki shunda qiladi ekan, haqiqatan u odam Allohdan ado juda bo'lgan bo'ldi. Allohmi undaq insondan ado juda bo'ladi. Faqat kofirning hukmronligi ostida qolib qilib, ulardan o'zining jini, mili, oila balavoqlaridan ansirab qolgan ahvol ostida va ularning aziyatlaridan saqlab qilish asosida ularga ko'rinishda biroz siliq sipoya, muloyim va gap so'zni chiroyli va ish harakatni bu ishinganda holatda menda qilsanglar buningda gunoh bo'lmaydi. Ya'ni ularga bo'lgan dushmanlik, o'chmanlikni yo'shirish bilan Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni o'zidan ogohlantirdir. Allohning azobidan qo'rqinglar. Gunoh ma'siyat sodir qilish bilan va kofirlarni do'st tutish bilan Allohninki g'azabiga duchor bo'lmanglar. Qiyomat kunida bandalarning hammasining qaytadigan joyi yolg'iz Allohning tarafigadir. Allah subhanahu wa ta'ala ularning har birini qilgan amallariga yarasha jazo mukofotlaydi. Ey Allohning payg'ambari, aytqin ularga, agar sizlar Alloh sizlarni to'sgan ishni, kofirlarni yaxshi ko'rganga o'xshash Allah cheklagan ishni qalbinglarga yo'shirgan bo'lsanglar, ya'ni sirtinglarni ma'lum qilmay, yana ichinglardan qalbinglarni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, yoki ashuni mayli oshkor qilinglar, kofirlarni yaxshi ko'rganlikni hammani Alloh bilib turdi. Buningdan hech narsa Allohga maxfiy qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo osmondagi, zimindagi hamma narsani bilib turuvchidir. Allah hamma narsaga qodirdir. Hech qanday narsa Allohni ojizlashtirib qo'ymaydi. Yuqorqi oyatdan ilingan foydalar to'g'ri yo'lga muvaffaq bo'lish va hidoyat Allohning tarafidan bo'ladi. İnsonningki ilmi har qancha ko'p bo'lib ketsimi, eng yuqori darajaga yetsimi, agar bu insonga Allohning muvaffaq qilishi ve Allah'ınki hidayeti bulmasa, insanın bu ilmi onun menfaat vermeydi, insan bu ilmi bilen menfaatlenmeydi. Bütün dünya ahiretinin padişahlığı ve hem nesinin igdaçılığı Allah üçündür. Allah xalqan adamga biridir, xalqan adamni cheklaydir. Xalqan adamni izzetlik, şan şerefli qiladi, xalqan adamni xor qiladi. Yaxshilikning hammasi Allohning qo'lidadir. Ishlarning hammasi Allohning tarafiga qaytidir. Allah'tan başka hiçbir kişiden hacetler sorulmaydı. Yeni bir paydası kafirlarni yaxshi ko'rib sirdosh do'stinki intayin xatarlik ekanligi. Çünkü Allah subhanahu ve taala bunda qilgan odamdan o'zining adojida ekanligini, bu odamninki qiyomat kunida qattiq hisobga duchor bo'lganligi to'g'risida xabar berdi. Allah subhanahu ve taala her birimizni samimiylik bilan mu'minlarni chin dilimizdan yaxshi ko'radigan, dinning dushmanlari, Allohning dushmanlari bo'lgan kofirlarni haqiqiy o'ch ko'radigan, yomon ko'radigan, muhabbat, nafrati aniq bo'lgan taqvodor mu'minlarning qatoridan qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.